Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Zapchast so'raganlarga, mana qanaqa zapchast kerak? Plata, mana T6, T7lar, mana platalar. Kerakmi? Ekranlar, monitorlar, kabellar. Xo'p, yana nima kerak? Datchiklar, sanliklar, ventilyator, xo'p, mayda ventilyatorlar, gaz klapanlar mana. Qancha kerak? Ha? Hammasi ishlashga, bu endi ishlashga tayyor holatdagilari. Aqda remont holatda bor, yangilari bor. Xo'p, routerlar. Endi bizda ikki xil variant bo'ladi akalar. Kuzatuvchilar, xo'p, bu remont qilingan, bu zapchastlar bo'ladi. Ya'ni arzonroq chiqadi narxi. Kimga qiziq bo'lsa, hozir holatda endi masalan kimdir cho'ntagiga o'tiradi, kimdir ko'tarmaydi. O'shaning uchun bu remont qilingan sal arzonroq qulay variantdagi zapchastlarimiz. Undan tashqari yangi pachka коробка dokument zapchastlar bor. Router deysizlarmi, komplekt sirkulyatsiya nasos deysizlarmi, gaz klapan deysizlarmi, datchik deysizlarmi, sanlik deysizlarmi, ventilyator hammasi noli ham bor. Lekin narxi sal qimmatroq chiqadi. O'shani e'tiborga olib, kimga qanaqasi kerak bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz, aloqa qilsalaring. O'zimiz dastavka xizmati bor. BTS pochtadan jo'natib beramiz. 12 viloyatgacha yetkazib beramiz. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, o'sha nomerlarga telefon qilib, pastdagi nomerlarga aloqa qilishlari mumkin.